Alo, Alo. assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kim bu? Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi Hoji Nisa opa siz bilan bog'landikmi? Ha. Sizni bezovta qilib qo'ymaydik degan umiddamiz. Biz sizni Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Men olib boruvchi Gulsanamxon bo'laman. Biz siz bilan jonli efirdamiz. Esdalik uchun ovozimiz radio to'lqinlari orqali yozib borilmoqda opajon. Avvalo sizni tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat katta. Bilasizmi, sizga bir ajoyib yaqiningiz o'zini olam dilizxorlari bilan yuragidagi gaplarni bizning kanalimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'ldilar. Hop. Va u inson sizning yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin, kim deb taxmin qila olasiz? Bilmayman. Ozgina o'ylab taxmin qilib ko'ring opajonim. Xo'p bo'ladi. Sizning mehriboningiz, jondan aziz dugonangiz, singiljoningiz Muslimaxon opa sizga barcha yaqinlaringiz nomidan tabrik yubordilar. Rahmat katta. Keling endi shu samimiy tilaklarni sizga o'qib eshittirsam maylimi, eshitasizmi? Ha. Niyat qiling, yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang, asta Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Mendan oqibatni desa agarda ismingni aytaman, diyonatligim. Do'stim bo'lib turmoq uchun mashharda, yaxshiyam borsan do'st qiyomatligim. Yaxshi yomon kunda kelib yonimga, borgasan qaramay tillo shonimga. So'rasang haqqing bor hatto jonimga, yaxshiyam borsan do'st qiyomatligim. Do'stim deganimda ko'nglim to'ladi. O'ylarim so'ladi, dardim o'ladi. Yoningda qayg'uyim unut bo'ladi. Yaxshiyam borsan do'st qiyomatligim. Jon dildan havasda quvnab shodimga, qayg'urib armonu alam dodimga, 5 mahal namozni solib yodimga, yaxshiyam borsan do'st qiyomatligim. Bugun dilda ajib hayajon, bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadurlar turfa qutlovlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Opajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat katta. Yonangizga o'zingizni samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. O'rtog'imga katta rahmat. Qiyomatligim. Shundan oldincha umrim oxirigacha qiyomatli dugonam qolaylik. Ilohim opajonim, ilohim oqibatinglarga hech qachon ko'z tegmasin. Rahmat sizga ham. Yana bir bor tavallud. Xursand bo'ldim. Rahmat opajonim. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin opajonim. Rahmat. Rahmat sizga ham samimiy tilaklar uchun. Rahmat. Xo'p, rahmat. Sarvinoz Ro'ziyevadan navbatdagi tarona. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmizu ammo yaqin kunlarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz.
uyda yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz, parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, guringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun, shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz, oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz, g'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz, oqibatli go'zal opa